Assalomu alaykum. Shukronalik mo'jizalari kursimizning aziz o'quvchilari, o'suvchi, ulg'ayuvchilari. Mana bugun shukronalik mo'jizalarini 4-kuniga ham yetib kelib qo'ydik. Inson o'zida bor narsalarga har doim shukronalik qilish kerak. Ayniqsa, eng bebaho boyligimiz bu bizning sog'ligimizdadir. Sog'ligimizga shukrona qilish juda ko'p yaxshi emas, sog'lomsiz holatlardan bizni asraydi va shifolaydi. Aynan o'zim mana shu holatni ko'rganman, guvohi ham bo'lganman. Shukronalikning sehrli kuchidan endi foydalanayotgan vaqtlarimda saraton sog'lomsizligi bilan shifolanayotgan bir ayolga shunchaki men shukronalikni eshitganimni va uni yozish kerakligini, his qilish kerakligini aytganman xolos. Va o'sha ayol shukronalik yozgan. 1000 ta bo'ldi shukronaligim. 2000 ta bo'ldi shukronaligim. Men u ayol bilan faqatgina telefon orqali bog'lanardim. Unda ham qiz orqali. Qiz aytayapti, onajonim sog'lomligida o'zgarish bor, Madina. Shunaqa bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Onasida sog'lomsizlik, saraton sog'lomsizligi bo'lgan. Juda ham katta bo'lganligi uchun o'sha yozila olmaydigan darajada bo'lgan. Onam yozilyapti. Zo'r-ku. Yana 5 kundan keyin telefon qilyapti. Ovqat ham yeya olmas ekan. Ovqat yeyapti onam. Zo'r-ku. Yana 1 oydan keyin telefon qilyapti. Onam yaxshi bo'lib ketdi. To'g'ri, boshqa lecheniyalar ham qildi ular. Vitaminlar ichqizishdi. Anaqa ximioterapiya, mana shunaqa narsalar qilishdi. Lekin men o'sha yerda bitta narsani his qildim. O'sha ayol bor sog'lig'iga shukr qilganda, uni hayotida mo'jizaviy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Undan keyin o'zim ham mana shu nimani qo'llab ko'rdim. Ya'ni hayotimda sog'lig'im uchun shukronalik keltirishni boshladim. Shukronalik yozardim. Ko'pincha ishim va muvaffaqiyatim uchun yozardim. Ishlarim zo'r edi, Allohga shukr. Va o'sha kuni men sog'lig'im uchun shukronalik yozdim. Va o'zimdagi juda ham kuchli bir hissiyotni his qildim. Ya'ni meni Alloh shunchalik mukammal qilib yaratib qo'ygan ekan. Men shuni haligacha bilmas ekanman degan fikrga bordim. Salomatligimiz bizning eng bebaho boyligimizdir. Salomatlik hayotimizdagi eng yaxshi narsa. Biz ega bo'lgan narsalarning hammasidan ko'ra qimmatliroqdir. Ko'pchiligimiz uni yo'qotganimizdan keyin salomatligimizning qadriga yetamiz. Italyan maqolida salomatlik haqida. Salomatligi yaxshi odam o'zi u haqida bilmasa ham badavlat odam deyilgan. Haqqoniy ta'riflangan. Biz salomatligimizda o'z salomatligimiz to'g'risida kam o'ylaymiz. Bu so'zlarni chin ekanligini shamollaganda yoki gripp bo'lganimizda va boshimiz yostiqqa yetganida bilamiz. Siz o'zingizni yomon his qilsangiz, o'sha kezlari sizga boshqasi muhim emas, faqat sog'lig'ingiz muhim ekanligi haqida o'ylaysiz. Salomatlik bu har kuni olgan va olishda davom ettirayotgan hayotning tuhfasidir. Unga qo'shimchasiga biz sog'lom bo'lish uchun hammasini qilamiz. Biz sog'lig'imiz uchun shukrona keltiramiz va ko'proq sog'liq olishimiz kerak. Yodda tuting, kim shukr qilsa, salomatligi uchun,
unda ko'payishi berilgan. Kim noshukur bo'lsa, salomatligi uchun boridan ham ayrilgan. Balki ba'zi odamlar sog'lom turmush kechirishsa, baribir ular salomatligini yo'qotishda davom ettiraverishi haqida bilarsiz. Salomatlik uchun shukronalik keltiring. Evaziga sog'lomlik olasiz. Siz salomatligingiz uchun minnatdor bo'lsangiz, faqatgina uning hayotiy kuchini saqlab qolmay, balki harakatga ham keltirasiz. Sehrli kuch orqali o'zingizga salomatlik oqimini kuchaytirasiz. Shuningdek, sizning salomatligingiz yaxshilayotganini sezasiz. O'zingizni yomon his qilish, og'riqlar, chandiq va kuyishlar tanangizda sehrli kuch tufayli yo'qola boshlaydi va sizning energiyangiz, hayotiy kuchingiz, baxtingiz sezilarli ko'payadi. Sizning keyingi amaliyotda salomatlik uchun shukronalik keltirishdan o'zingizni ko'rish, eshitish va boshqa sezgilarni tanangizning ko'p funksiyalari bilan birgalikda yaxshilashni bilib olasiz. Bu xuddi sehrli kuchdek yuz beradi. Salomatlik, shukronalik bu vaksina, ziddi zahar va antiseptik. Jon Jovet, yozuvchi. Salomatlik uchun shukronalik bizni salomatligimiz sehrli kuch tarzida o'zgarishini aniq darajasi. Noshukurlik uni kamayishining aniq darajasi. Shukronalikning pasayishi bizning quvvatimiz, hayotiy kuchimiz, immun tizimi, fikrlar tiniqligi, tanamiz, miya va boshqa funksiyalarimizni zaiflashtiradi. Salomatlik uchun shukronalik keltirish sizga ko'proq sog'liq beradi va shu vaqtning o'zida tana, aql, stress hamda zo'riqishni oldini oladi. Ilmiy tadqiqotlar stress va zo'riqishlar ko'p kasalliklar asosida yotishini ko'rsatadi. Tadqiqotlar shukronalik keltiradigan odamlar tezroq sog'ayishini va 7 yil ko'proq umr ko'rishini ta'kidlagan. Siz o'zingizning salomatlik darajangizni baholashingiz mumkin va bu baho uning uchun sizning minnatdorlik bahoyingiz bo'ladi. Har kuni siz o'zingizni ajoyib sezishingiz kerak. Agar siz o'zingizni og'ir sezsangiz yoki yurish uchun kuch ishlatsangiz, o'zingizni real yoshingizdan ko'proq his etmasangiz, unda salomatligingiz zaif ekan. Bunda yashash qobiliyati yo'qolishining asosiy sababi shukronalikning bo'lmasligidir. Ammo bu tez o'zgaradi. Chunki siz tana uchun shukronalik sehrli kuchini qo'llamoqdasiz. Tana salomatligi uchun sehrli kuch amaliyotini keyingi bosqichini takrorlaysiz. Tana qismlari uchun salomatlik. Ko'zlaringizni yuming va fikran xuddi shu tana qismiga shukronalik keltirayotganingizni his qiling. Ko'zlarim borligi uchun shukr. Shu ko'zlarim bilan shu yorug' olamni ko'ra olyapman. His qila olyapman. Farzandimni kulgisini ko'ra olyapman. Quvonchini his qila olyapman. Shukronalik keltiraman. Yodingizda bo'lsin. Siz nima uchun minnatdorligingizni o'ylasangiz, shukronalikni kuchaytirasiz va chuqurroq his qilasiz. Tezda tanangiz o'zgarganini natijasini ko'rasiz.
O'z oyoqlaringiz hayotdagi asosiy transport vositasi ekanligi haqida o'ylang. Oyoqlaringiz bilan barcha qiladigan ishlaringiz haqida o'ylang. Turganingizdagi muvozanat, o'tirish, mashq bajarish, raqs tushish, ko'tarilish, avtomobil haydash, hammasidan oldin piyoda yurishni o'ylang. Sizning oyoqlaringiz uyda yurishga, hovlida sayr qilishga, muzlatkichga qarash hamda avtomobil oldiga borish, ko'chalar bo'ylab do'konlarni aylanish imkonini beradi. Shuning uchun oyoqlaringizdan minnatdor bo'ling va unga e'tiborli bo'ling. Qo'llaringiz bilan bajaradigan ko'p ishlar haqida, ular bilan ko'tarish va bir vaqtning o'zida ushlash mumkinligi haqida o'ylang. Sizning qo'llaringiz hayotingizdagi asosiy ish quroli. Ulardan doimo kun davomida foydalanasiz. Sizning qo'llaringiz yozish, ovqatlanish, telefon yoki kompyuterdan foydalanish, dush, kiyinish, hojatga borish, narsalarni ko'tarish, uni ushlash va o'zingiz uchun boshqa narsalarni bajarish kerak. Qo'lsiz biz boshqa odamlarga qaram bo'lib qolardik. Qo'llarimiz va barmoqlarimizga shukronalik keltiramiz. O'zingizning ajoyib tuyg'ularingiz haqida o'ylang. Siz maza bilish tuyg'ungiz, ovqatlanayotganingiz yoki nimanidir ichayotganingizda shunday lazzat beradi. Shamollab qolganingizda yegan ichganingizni mazasini bilmaysiz. O'zingizning ajoyib ta'm bilish sezgingiz uchun shukronalik bildiring. Hid bilish orqali hayotning ajoyib iforlarini hidini sezasiz. Gullar, atir, toza choyshab, ovqat, havoning hidi, yoz havosi, hovliga sepilgan suvning hidi, o'tlarning hidi, yomg'irdan keyingi yer hidi. O'zingizni ajoyib hid bilish qobiliyatingiz uchun shukronalik keltiring. Agar siz sezish hissiyoti bo'lmaganda edi, hech qachon issiqni, sovuqni, yumshoqni, qattiqni yoki silliqdan g'adir-budirni ajrata olarmidingiz? Hech qachon jismni his qila olmas yoki ololmasdingiz. Sizning sezish tuyg'ungiz o'z yaqinlaringizga tegish, ularni quchoqlash, qo'lingizga qo'lini qo'ygan boshqa odamni his qilishingiz imkonini beradi. Bular esa hayotning eng qadrli narsalaridir. Sezgilarim uchun shukronalik keltiraman deng. Ko'zingizning mo'jizasi haqida o'ylang. Ular yaqin do'stlaringiz yuzini ko'rish, kitob, gazeta, xatlarni o'qish, televizor, tabiat go'zalligi, eng asosiysi hayot yo'lini ko'rish imkonini beradi. Shunchaki ko'zlaringizni bo'ylab oling-da, bir soat davomida odatiy ishlaringizni bajaring va o'z ko'zlaringiz qadriga yeta boshlaysiz. Ko'zlaringiz hamma narsani ko'rish imkonini bergani uchun shukronalik keltiring. Quloqlaringiz haqida o'ylang. O'zingiz va boshqa odamlarning ovozini eshitganingiz tufayli ular bilan gaplasha olishingizni o'ylang. Quloqlaringiz va eshitishingiz bo'lmaganida siz telefonda gaplasha olmasdingiz. Musiqa, radio eshitmasdingiz. Yaqinlaringiz bilan gaplasha olmasdingiz yoki atrofingizdagi ajoyib ovozlarni tinglamasdingiz. Eshitganim uchun shukronalik keltiraman deng. Sizning sezgilaringizdan bir soniya bugun sezgi a'zolaringizdan kelayotgan milliondan ko'proq axborotlarni qayta ishlaydigan miyasiz foydalanib bo'larmidi?
Haqiqatdan sizning miyangiz hayot mazmunini ko'rish, tajriba to'plashga imkon beradi va dunyoning uning o'rnini bosadigan kompyuter yo'q. O'zimizning miyamga va aqlimga shukronalik keltiraman deng. Trillionlab hujayralar maqtovsiz 24 soat davomida, hafta davomida 7 kun sizning salomatligingiz, tanangiz, hayotingiz ustida qayg'urib ishlaydi. Hujayralarim borligi uchun minnatdorman deng. Tanangizning, organizm faoliyatingizni qo'llab turgani, ular avtomatik tarzda ishlayotgani haqida o'ylashingizni ayting. A'lo ishingiz uchun shukronalik keltiring. Ammo bu tizimdagi funksiyalar yoki tanadagi boshqa organlar, bularning eng ajoyibi yurakdir. So'ng qog'oz varag'ini oling va yirik harflar bilan salomatlik tuhfasi meni tirik saqlaydi deb yozing va kartochkani o'zingiz bilan oling yoki ko'rinarli siz ko'p ko'radigan joyga qo'ying. Agar stol oldida ish qilsangiz, ro'paraga qo'ying. Agar haydovchi bo'lsangiz, avtomobilingizning ko'rinarli joyiga qo'ying. Ko'p vaqtingizni uyga o'tkazsangiz, qo'lingizni yuvadigan joyga yoki telefoningiz yoniga qo'ying. Ko'p ko'radigan joyni tanlang. Bugun kamida 4 marta so'zlarga qarang va uning asta-sekin o'qing. Salomatlik tuhfasi uchun qancha shukronalik keltira olsangiz, shuncha minnatdor bo'ling. Salomatlik uchun shukronalik keltirib, siz nafaqat uni saqlab qolasiz, balki uni yaxshilaysiz, energiyangizni ko'tarasiz. Agar siz shukronalikdan oddiy tibbiy muolajadek foydalansangiz, ilgari ko'rmagan salomatlikning inqilobini ko'rar edingiz. Salomatlikning sehrli kuchi. Sehrli kuch amaliyotining 1-3 qadamlarini takrorlang. Sizning shukronalingizni hisoboti. O'zingiz minnatdor bo'lgan 10 ta narsani ro'yxatini tuzing. Nima uchun minnatdor ekanligingizni yozing. Ro'yxatni o'qing va galdagi minnatdorlikni tugatib, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman deng va imkoni boricha minnatdorlikni his qiling. Shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman. Imkoni boricha mana shu so'zlarni ko'proq aytib, minnatdorlikni his qilishga harakat qiling. Varaq bo'lagiga yoki listga salomatlik tuhfasi meni tirik saqlaydi deb yozing va bu varaqni kun davomida ko'zingizga ko'rinadigan joyga qo'ying. Kamida 4 marta bu so'zlarni asta-sekin o'qing va bu ajoyib salomatlik tuhfasi uchun imkoningiz boricha minnatdor bo'ling. Uyquga yotishingizdan avval sehrli kuch toshini qo'lingizga siqing va kun davomida hayotingizda yuz bergan yaxshi narsalar uchun sehrli kuch so'zlarini takrorlang. Shukronalik boylik. Shikoyat bu kambag'allikdir. Shukronalikni his qilgan o'sha sog'lomsiz ayol sog'lom bo'lib, saraton shifosizligidan shifolanib ketdi va hozir to'ylar qildi. Bir necha yil bo'ldi buni bo'lib o'tganiga. Hozir to'ylar qildi, alhamdulillah. Farzandlari, nabiralari uchun to'ylar qildi. Sog'lom, yaxshi yashab yuribdi. Shukronalik mo'jizalari bizni hayotimizni yana ham go'zal, yana ham chiroyli qiladi. Hammaga omad do'stlar. Vazifalarni o'z vaqtida bajarishni unutmang.